Nimaga seryozni stildasiz, nimaga seryozni kiyinasiz, nimaga seryozni xarakterlisiz deb juda ham ko'pchilik menga savol berishadi. Bunga 3-4 javoblari bor. O'rtoqlar, birinchi o'rinda men yoshligimda meni hamma hurmat qilishligini xohlardim. Shuni hisobiga seryozni stilga, seryozni xarakterga va seryozni yon atrofga o'tganman. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab, odam qachon odamni hurmat qiladi, qachon unda haybat sezsa. Haybat qachon bo'ladi? Qachon odam seryozni bo'lsa. Seryozni ayol kishini ham, erkak kishini ham ukrashaysi qilib turadi o'rtoqlar. Mana seryozni xarakterim bilan nimalarga erishganman, endi nimalarga bu menga yordam bergan. Investorga kelganda proyektlarimni har doim qiymati oshadi, tushmaydi, nabarot oshadi qiymati. Chunki любой insonni bizgilardagi xarakteriga va turishiga, kiyimiga qarab baho beradi. Shuni hisobiga hamma proyektlar oshgan, ko'p proyektlar, ko'p hamkorlar bilan yurganimda menga не то отношение tugul proyektlarda yiqitib ketishlar, unaqa narsalar umuman bo'lmagan. Nimaga? Chunki odamdagi seriozность baribir haybatni bosib qo'yadi o'rtoqlar. O'quvchilarimda ham, men bilan birga ishlaydigan hamkorlarimda ham xuddi shu narsa. Erkak kishini ham, ayol kishini ham aytganimda seryozni ukrashasi qilib turadi. Erkak kishida xarakter orqali, ayol kishida o'ziga ravo ko'rmaydigan отношенияsi orqali.